Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mына surov talablari bo'yicha sizlarga undan бағалары bilan tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshisi, undan бағалары bilan tanishtirib qo'ysangiz. Bunun бағасы 1100 so'm. Qozog'iston. Birinchi sort. Bishkek. Jandos mukka pshenishная deydi. Bishkekniki. Aliya, ikinci sort 850 so'm. Ikinchi sort 850 so'm. Qozog'iston. 1050 so'm. Bayterek 1050 so'm. No. 1050 so'm. Qozog'iston. Birinchi sort. Birinchi sort 50 kilogramm deydi. 1050 so'm. No. Baxtet. Qozog'iston. Birinchi sort 1050 so'm. Shu. Rahmat. Aka do'stlar, No'qat shahrindagi unlarning бағасы bilan qisqacha tanishtirdik. Endi bu yerda un saqtaluvchi yer ekan. Un hozircha oz. Kilogramm deb sotgan yeri bor ekan aka. O'sha 1050 so'm degan birinchi sortdagi un. Qozog'istonniki. Kilogrammi 25 so'mdan. Hozir bu ichkarida yoqib